Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Bugungi sud ishim Shayxontohur tumanlararo fuqarolik sudida bo'lib o'tdi. Uyga kirish masalasida mana cho'zilayotgan ish bugun ijobiy hal bo'lish nimasi bilan tugadi. Mana bugun sizni ishingiz fuqarolik ishlar bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudda ish ko'rib chiqildi. Ya'ni sizni uyga kirish masalasi bilan bog'liq masalaga, to'g'rimi? To'g'ri. Mana qaysi masalaga bir to'xtalmoqchi sizlar bo'lsangiz. Xonamga kirgizib qo'yishingizni deb murojaat qilganman arizamda. Ular shu kunga kelib hozirda yashash xonasiga kirgizib qo'yiladi faqatgina degan qarorni ma'qullashdi. Bu qancha vaqt oralig'ida siz idora og'ir sarson bo'ldi mana shu masalaga? Ya'ni 2024-yili 8-avgust oyidan beri ovora bo'lib yuribmiz. Shu o'rinda Haqiqat.uz ommaviy axborot vositalari portaliga murojaat qilganman. Ular orqali hozirda ijobiy yakun olmoqdaman. Mana bugungi ishingiz bo'yicha hakamni atrofda ko'rib o'zini yakuni oddiy sud bo'yicha qarorni qabul qildi. Sizdan shu chiqargan qarordan ko'nglingiz to'ldimi? Ha, ko'nglim to'ldi.